Erkin Vohidov o'zini she'rida zo'r bitta qator ishlatadi. So'ylasin Afrosiyob, so'ylasin O'rxun xati. Aynan shu O'rxun xatini kim yozgan? O'rxun xatini turk millati yozgan. Ya'ni o'sha paytlarda, juda ham eski paytlarda yashagan turk millati katta toshligi o'zini yozuvlarini yozib ketgan. Albatta, u yoqda nimalar haqida yozganligini keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsa, bu turk millati kimning ota-bobosi? Albatta, turkiylarning ota-bobosi hisoblanadi. Turkiylarga kim kiradi? Hozirgi paytda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston, Uyg'urlar, Ozarbayjonliklar, Turkiyaliklar, albatta bular hammasi turk millatiga mansub hisoblanadi. Shu bilan birga dunyoda juda ham ko'p insonlar turk millatiga mansub va bularning hammasi bir-biriga qardosh hisoblanadi. Aynan shu insonlar bir-biriga qardosh bo'lgani uchun mana shu millatlardan chiqqan barcha olimlar, sultonlar, avliyolar, katta insonlarning hammasi bu millatlar uchun ota-bobo hisoblanadi. Shaxsiy fikrimga ko'ra, turk millatiga mansub bo'lgan katta insonlarni, olimlarni, avliyolarni, sultonlarni hayotini o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Qadriyatimizga tegishli bo'lgan juda katta narsalarni o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Turk madaniyati, tarixi, ta'limi va tiliga aloqador bo'lgan foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.